101 sura Sura Qoriya Makkadan nozil bo'lgan 11 oyat. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Qiyomat. Qiyomat nimadir? Qiyomatning nima ekanligini qandoq bilalaysan? Shu kunda insonlar tarilib ketgan parvonadek bo'lib ketadi. Tağlar etilgan yungdek bo'lib ketadi. Tarazisi ig'ir kelgan odamga kelsak, ya'ni yaxshiliklari, yomonliklarini besib pishgan odamga kelsak, u ko'ngillik turmushda bo'ladi. Ya'ni nozik ne'matlik jannatda bo'ladi. Tarazisi yenik kelgan odamga kelsak, ya'ni yomonliklari, yaxshiliklarini besib ketgan, ya yaxshiligi bo'lmagan odamga kelsak, onun joyi haviya bo'ladi. Haviyaning nima ekanligini sen qandoq bilalaysan? Haviya qiziq o'tdir.